Bugun biz mana shu to'rtburchak organezrda to'qishni o'rganamiz. Buning uchun bizga ip, faner, bu 20 ga 20 razmerdagi faner hamda 7 razmerli guruchok kerak bo'ladi. Endi jarayonimizni boshlaymiz. Bismillah. Har doim boshlashimizdan oldin mana shu logotip tushirilganda pastki qismidan boshlaymiz. Endi logolarimizni, belgilarimizni yopishtiradigan, tikadigan joyimizdan boshlasak, yanada ishimiz akkuratniy chiqadi. Mana shu yerdan boshlayman. Bismillah. Logotipni ichkariga qaratib to'qsak, u ichida qoladi. Bo'lmasa bunaqa tag qismiga chiqib qoladi logotipimiz. Birinchi obvязкасini to'qib olamiz. Mana chekkasidagi obвязкасini to'qib olsak, bu birinchi obвязкасы hisoblanadi. Kiramiz. Mana ipi ichkarida qolib ketishi kerak. Tashqariga ham chiqib qolmashi kerak. Mana shu yerdan olib